Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda Ming Chinor, siz bilan Zafar Do'ltayev. Partiyalar, deputatlar. Endi to'g'ri, deputatlarni gapirishni hojati yo'q, chunki ko'pchilik o'zini hududini, o'zini mahallasini deputatini hattoki tanimaydi. Endi deputatlar to'plami bu partiya deyiladi. Ya'ni bir qancha deputatlar bir partiyada birlashib faoliyat olib boradi. Partiya esa hamisha, har doim shuni bilish kerakki, xalqning hayoti, davlatning taraqqiyotiga javobgar bo'lgan eng kuchli mas'ul shaxs, mas'uliyatli tashkilot bo'lgan eng bir negizi hisoblanadi. Davlatning poydevori, xalqning manfaatlarining ustuni mana shu partiya bo'ladi. Partiyaning eng asosiy maqsadlari bu tinchlik va barqarorlik. Albatta, bugun yurtimiz tinch. Bu uchun mana o'sha yaratganga beadad shukronalar aytamiz, prezidentimizga rahmat aytamiz, lekin bizning yurtimizda barqarorlik haqida bemalol gapirsa bo'ladimi? Bizning yurtimizda sohalar barqaror, tuzilmalar barqaror ishlayapti. Hamma narsa inson va xalq manfaatlaridan kelib chiqib faoliyat olib boryapti deb aytishining mumkin mutlaqo ilojisi yo'q. Chunki bizda barqarorlik haqida bosh qotiradigan partiya vakillari yo'q. Partiyaning o'zi yo'q o'sha barqarorlikni ta'minlab beradigan, barqarorlikni joriy qiladigan, barqarorlikka yetkiza oladigan bir kuchli dastur tuzadigan partiyaning o'zi yo'q. Barqarorlik bo'lmagan joyda ta'lim ham rivojlanmaydi, tibbiyot ham rivojlanmaydi. Odamlarning hayot yashash sifati ham ko'tarilmaydi. Aksincha, o'sha partiya qaysi yo'nalishga ko'proq e'tibor qaratsa, faqat o'sha soha vakillari, o'sha yo'nalishda faoliyat olib borayotgan shaxslarning hayotlari o'zgaradi, yashashi yaxshilanadi. Lekin qolgan qismidagi odamlar, qolgan qismda faoliyat olib borayotgan xalq o'zgarishsiz qoladi. Ularning hayoti murakkablashadi. Ularda ishsizlik vujudga keladi va ishsizlikning oqibatida kambag'allik, bu esa o'z-o'zidan muhojirlikni keltirib chiqaradi. Bu O'zbekiston xalqi ishsiz bo'lgani uchun Rossiyaga yo Koreya, Turkiyaga borib ishlashi bu tabiiy deganlarga meni shunday javobim bor. Bu narsa tabiiy emas. Bu narsa o'sha partiyalar yetarlicha bosh qotirmayotganligidan, yetarlicha bilimga ega bo'lmaganidan, yetarlicha tajribasi bo'lmagani uchun ham mana shu muhojirlik kelib chiqyapti. Muhojirlarga bo'layotgan bosimlarni butun dunyo ko'rib o'tiribdi. Lekin o'sha muhojirlikning yo'qotadigan yagona tuzilma bu partiya. Partiyaning asosiy vazifasi xalqning manfaatlarini, davlatning manfaatlarini bir yerda muvofiqlashtira oladigan dastur yaratish. Har qanday partiyaning maqsadi, mohiyati, eng oldiga qo'ygan oliy hayotini mazmuni mana shu xalqning hayotini, odamlarning yashash saviyasini oshirish va davlatni shu orqali rivojlantirish. Mana shu narsani amalga oshirish kerak partiya. Afsuski, bugun partiya faqat ayrim yo'nalishlargagina ko'proq e'tiborni qaratyapti-yu, qolgan yo'nalishlarda qoloqlik, oqsoqlanish, rivojlanish bo'lmayapti. Mana misol uchun 4-5 yil bo'lyapti, elektr energetika sohasini xususiylashtirsak, bizda energiyalar o'chmaydi, svet o'chishlar bo'lmaydi deyildi. Mana Xudoga shukr, svetimiz avvalgi bundan 20 yil oldingi holatdan ko'ra yaxshi. O'chishlar kam. Hatto yomg'ir bo'lsa, qor bo'lsa o'chadi, to'g'ri. Lekin bu darhol buni bartaraf qilishadi, avvalgidek haftalab o'chib yotmaydi. Lekin bu sohani rivojlantirish boshqa bir sohani qoloqlashtirish, yo'qolib ketishiga sababchi bo'ldi. Ya'ni o'zingiz bilasiz, Yevropa nima uchun bugun shunchalik kuchli davlatga aylandi? Germaniya bugun dunyoning eng kuchli davlatlaridan,
taraqqiy etgan, rivojlangan, har qanday strategik tomondan kuchli davlatga aylandi. Nimani evaziga? Ikkita narsani evaziga. Birinchisi, davlat qabul qilgan soliq deklaratsiyasi, ikkinchisi esa Rossiyadan olayotgan eng arzon gazi. Mana shu eng arzon gaz Germaniyaning ishlab chiqarishiga poydevor bo'ldi. Chunki mahsulot ishlab chiqarish uchun ikkita omil kerak. Birinchisi elektr energiya bo'lsa, ikkinchisi tabiiy gaz. Agar bu ikkalasining narxi baland bo'lsa, u chiqargan mahsulotlarning tan narxi ham oshadi. İnsonlarni olayotgan daromadlaridan ancha balandga chiqib ketadi. Vaholanki O'zbekistonda o'sha gaz bilan energetika narxini oshirilishi kichik va o'rta biznesni rivojlanishiga bolta bo'ldi. Buning natijasida esa ishsizlik vujudga keldi. Ishsizlikning ortidan esa kambag'alchilik va uning ortidan muhojirlik kelib chiqdi. Muhojirlik bu tabiiy narsa emas. Misol uchun O'zbekiston, O'rta Osiyo xalqi turli xil davlatlarga borib ishlashi bu tabiiy holat. Bu rivojlanish yo'nalishidan, rivojlanish nuqtai nazaridan shunday bo'ladi degan gaplar bular cho'pchak. Bular o'zini oqlash uchun aytiladigan shunchaki bir gaplar. Aslida rivojlanish o'sha ichki mahsulotlarni xuddi Germaniyaga o'xshab ishlab chiqarishni kuchaytirish evaziga paydo bo'ladi. Bu esa o'zingiz bilasiz, gaz va elektrsiz amalga oshmaydi. Gaz va elektrning narxini shunchalik ko'tarib qo'ygandan keyin odamlar qanday qilib ishlab chiqaruvchi sexlar, kichik va o'rta zavodlarni quradi? Bundan tashqari mana banklar bugun xususiylashtirildi. Banklardagi kreditlarga qo'yiladigan foizlar, chunki har bir inson tadbirkor bo'laman desa albatta bankdan kredit oladidagin, o'sha kreditga uskunalarni sotib olib, mahsulot ishlab chiqaradi o'sha tabiiy gaz va elektr asosida. Bularning uchalasining narxini ko'tarishdi o'sha sohalarni rivojlantirish uchun, lekin ishlab chiqarish esa nolga tenglashtirildi. Barchasini biz Xitoydan, Turkiyadan ya boshqa davlatlardan xarid qilyapmiz. Nima uchun o'zimizda ishlab chiqarmaymiz degan savolga mana sizga oddiy javob. Buning ortida esa ishsizlik va o'sha muhojirlik kelib chiqyapti. Partiya esa bularni hammasini umumlashtirib, bir-biriga muvofiqlashtirib dastur tuzish kerak. Buning uchun partiya juda qattiq izlanish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak, tarixdan saboq olish kerak, tarixda qilingan xatolarni chetlab o'tish kerak va oxir oqibatda shunday bir hammaning manfaatini himoya qila oladigan dastur chiqarib prezidentga berish kerak. Prezident o'qib o'sha narsaga qo'l qo'yish kerak va kerak bo'lsa prezident o'sha insonga, o'sha partiyaga medal beradi, Nobel mukofotiga tavsiya qilishi ham mumkin. Bugun bunday partiyalar yo'q. Bugun bizni partiyamiz faqat bir narsani atrofida aylanib yuribdi: kommunal to'lovlar va radarlarga qo'yilgan jarimalar. Emishki, agar sizni boshqa bir kommunal to'lovlardan qarzingiz bo'lsa, elektr energiyangizni o'chirib qo'ying ekan. Mana faqat shuni atrofida aylanib yuribdi bizni partiyamiz. Haligi qo'ylarni boshiga qurt tushsa, bir yerda aylanib yuradi-ku. Xuddi ana shunaqa holat bo'lyapti. Bu mening fikrlarim. Agar fikrlarim to'g'ri bo'lsa, mana kommentariyada yozinglar. Podpiska, like. Bu uchun hech kim pul so'ramaydi sizlardan. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.